Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dersini qacırız. Washington'dan sözleyimiz vatandaşım. Bugünkü ıslah 2024 yıl 10. ayının 26. günü vatandaş. Hepteki şembe. Bugün sizlerge sözleydiği leksiyalarımız. Den avval şuna deyimiz ki vatandaş. Hazır 3 torbiti de mesela Çimpoko'nun torbiti, Runyan'ın torbiti, onunki yana bir torbiti de bundak bir tasviri vaka geldi bugün. Biz de geldik sizlerge Cungo'da hazır harbiy hukukni Can Yuşa degen general kontrol kıldı degen edik vatandaş. Tünügün bu kişi Vietnam'a ziyaret beripti. Tuyuksuzmuş Vietnam bilen boğan münasebet Cungo'nun oturusida qayta buluvatı. Bunun nemi sebep ekanligini ben bilmedim. Vietnam'a ziyaret beripti. Can Yuşa'nı Vietnam Devlet Müdafiye Ministeri karşı attı. Onun kayında Vietnam Kompartiyasının başlığı Lee şu işhanesi de kabul kılıptı. Ya da derece dairesi esiniz taşkı nima Diplomatiya Ministeri Vietnam'ın kabul kılgan bolsa normal dairedeki iş. Anda partiya devletning rahbari kabul kılgan derece götürülgende bununla nemi iş deb sual koysiz. Yuqorqi torbetlerimiz şundaq sual koyuptu. Bu yerda yana bir o'xshamaydigan bir tarafı. Biz sizlarga nima dedik? Can Yuşa harbiy huquqni kontrol qildi dedik. Biroq bu qitim Can Yuşa'nın Vietnamga ziyorat qilishini boshqa gazetlarni qo'yib turing. Cefanjımba Azatlık Armiya gazetimi xabar qilolmagan gap. Vietnamga ziyoratga ketdi Harbiy ishlar komitetining ma'mur raisi Can Yuşa degan gapni Cungo'nun Azatlık Armiya gazetimi eg'izga ololmagan gap. Endi bu yerda gumonliq bir savol o'tirg'i chiqdi. Undaqcha Can Yuşa harbiy huquqni, Harbiy ishlar komitetidagi harbiy huquqni qanday qo'lga keltirib oldi? Qo'lga keltira oladimi? Agar qo'lga keltiradigan bo'lsa, bugun uning Vietnamga qaratgan ziyoratini Cefanjımba Azatlık Armiya gazetimiz xabar qilolmaydi. Kimdir deganlar ular xabar qilmabdi. Hatta Azatlık Armiya gazetim buni xabar qilolmabdi. Bugungi Cungo'ning vaziyati deb mushuni so'zlabdi. Torbetkilar vatandaşlar. Bugun bizning mening sizlarga so'zlaydiganim, masalan, yana mushuninga aloqador qarab turing. Buran çapqı yetip geldi. Bir meydan kireceğiz, Cungo'nun 5'i geldi. Mavzulu haber 10. ayının 25. günü Erken Asya'nın Xitaylı programımız ilan kılındı. Banka, bir cümle sözüyle etsek banka, furalanın, aile cemiyetinin, her bir grejdanın pul bisatını saklap biriden alaydı organ vatandaş. Banka şundaq depti, alaydı bir joy, bexatar joydi. 2019 yılı mesela öy imaret mülki ticareti kasatlaştı, mazgaplaştı. Şundan başlap Cungo'nun iqtisadi kayni çekinişke başladı. Hem de Cungo'ga yana bir besim yetip geldi. O demek Cungo banka ticaret kasbi. Yani Cungo'da banka ticaret kasbi xatarli kriz kirib keldi. O'tganda biz sizlarga so'zladik ku, mesela 6 milyon pulni men bankaga amanet qo'ysam, qilib qolgani qancha? 980 yuan. Mana shundaq ofat yoki ofat xarakterli kriz bugun Cungo'da bankining beshiga keldi. Bugun bu alayda bu xabarni yozgan kishi Cungo'ning dangliq iqtisodshunos, ya'ni chet ellarda dangliq iqtisodshunosi Qin Shaoning. O adamlar az eg'iz qaldiq, sizlar bilasizlar Qin Shaoning. Shuni yozgan maqolasi kevatanda. Endi yana bir xabarda nima deymiz? Cungo nima Amerikada yetib kelayotgan saylam 11 ayının 5 günü. Mesela Cumhuriyetçiler Partisi'nin namzadi Donald Trump saylamda g'alaba qilgan kashti men Ukraina Rossiya urushini to'q tutishga da'vat qilaman dedi. Yaqindala degan gibi, tunigillartin degan gibi. Vazifa o'tash, qasam berish murosimini saqlab o'ltirmayman. Saylangan kunila Rossiya Ukraina urushini
to'q tutishni da'vat qilaman dedi. Mavzuli xabar 10-oyning 25 kuni Jungoga nazar torib etdi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Nevada shtatida saylam ovoz to'plash yig'iniga qatnashganda prezident nomzodi Donald Trump qo'llag'uchilarga mundaq va'da berdi. Saylamda g'alaba qilsam shu kashda Rossiya prezidenti Vladimir Putinga va Ukraina prezidenti Zelenskiyga darhol telegramma yo'llab Ukraina urushini oxirlashtirishga haydakchilik qilaman. Agar biz 11-oyning 5-kuni g'alaba qilsak, shu daqiqadan boshlab harakat qilaman. Məni siz tushundingiz vatanda shundoq yashligini. Anandaki yana bir xabar anglaysiz. Amerika, Yaponiya, Koreya, Chowshanning Rossiyaga askar avatishi qattiq diqqat qildi. Zelenskiy Chowshan askarlari tez bo'lganda 10-oyning 27-kuni oldingi safga o'rinlashtirildi deb ko'rsatdi mavzuli xabar. 10-oyning 25-kuni Fransiya ay torbeti e'lon qilindi xabar. Bundaq boshladi. Amerika Aqsaray 25-kuni bundaq ko'rsatdi. Amerika, Koreya, Yaponiya davlatlari Chowshanning Rossiyaga askar avatganligi qattiq diqqat qiladiganligini bildirdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy Rossiya eng tez bo'lganda 10-oyning 27-kuni Chowshan armiyasini oldin qisab urush maydoniga o'rlashtirdi. Bugun 26 soat o'rlashtirdi degan gapda. Bu ish xatarli vatandosh. Bu bir Ukraina Rossiya uchun emas, butun dunyo uchun aytgan intayin xatarli. Bu Osiyo uchun aytganda tag'im shunday. Chunki bu Chowshan armiyasi Osiyodan kelyapti. Jungoning biqinidan kelyapti yoki Jungoning qo'lchumig'i. Chowshan o'zining askariy qismlarini Ukraina qarshi urush maydoniga avatdi degan gap o'tadi. Oldin hisobga o'rinlashtirib deb ko'rsatdi hamda xalqaro jamiyatning Zelenskiyning chaqiriqi jamiyatning Rossiya va Chowshanga besim ishlatishiga da'vat qildi. Koreya vakillari umigi NATO, Yevropa ittifoqiga berib, Chowshanning Rossiyaga askar evatganligi va bu nishonga Yevropaning, NATOning diqqat qilishini talab qildi. O'sha asnoda Koreyaning, Janubiy Koreyaning vakili, hozir Yevropa ittifoqi, NATO, Brussel mushu yer yetib kelib, mushu ishqa Chowshanning Rossiyaga askar avatganligidan iborat bu ishqa Yevropa va NATOning diqqat qilishini talab qildi. Yana bir xabar. Chowshan Rossiyaga askar chiqadi. Beijing nima ishqa gangirab qoldi? Bu katta savol vatandosh. Beijing nima ishqa gangirab qoldi? Mavzuli xabar 10-oyning 25-kuni Fransiya ay torbeti e'lon qilindi xabar. Bundaq boshlandi. Amerika, NATO ham Amerika Chowshan Rossiyaga askar chiqadi. Shunday menda boshlaylik. Chowshan Rossiyaga askar chiqadi. Xalqaro jamiyat bu xabar jiddiy xabarga aylandi. Amerika, NATO dalilladi. Amerika ham askar chiqarganligini dalilladi. Mesela Aqsaray dalilladi, sizlarga so'zildik. NATO ham dalilladi. Chowshan Rossiyaga askar chiqardi. Ukraina qarshi urush qiladi deb dalilladi. Juma kuni, ya'ni tunugun Jungo Tashqi ishlar ministrligi muxbirlarni kutib olish yig'inida savolga duch kelganda bayonotchi faqat bir jumla bilan javob qaytardi. Nim dedi? Jungo tarafning bu ahvoldan yoki bu ishdan xabari yo'q. Nim deymiz buni vatandoshim? Agar Jungo tarafning buni xabari bor desa, demak sening qo'ling bor degan gap. O xabarim bor deyilmaydi, ortiqcha deyilmaydi. O faqat xabarim yo'q deyiladi. Bu yerda inkor shakli. Maqsadning inkor shakli, jumladagi inkor shakli. O inkor qilyapti. Hozir bir xabar yetib keldi, uning rost yolg'onligini aniqlayolmay sizlarga elib chiqmadim. Hozir shu Chowshan armiyasining
Ukrayna qarşı Rossiya kirişiga pul xarajat bergan Jungo. Qurol yarog bergan Jungo. Bunda aytganda Jungo Çavuşellikni qurollandirib, pul besat bilan ta'minlab, Rossiyaga yordamga Ukrayna oldin frontiga avatdi degan xabar keldi. Rost yolg'on ekanligini men dalillayman. Bu Xitoyning xabari vatandosh. Lekin bu shuni anglamadi, men debdi-ku, mana bayonotchi nim dedi? Bizning bu ahvolda yoki bu ishdan xabarimiz yo'q. Demak, Jungo hukumati bu to'g'rida nima deyishdimi? Bilmaydi degan gap vatandosh. Anda sizlar diqqat qiladigan vatandosh shundoq bir xabar endi buni qarab turing ha. Mavzu mundaq, Jungo Hindiston 4000 kilometrlik chegara liniyasida har ikki taraf askar chekindirishni oxirlashtirdi. Qiziqdingizmi? Ajablanib his qildingizmi? Vatandoshim. Hindiston, Jungo Hindiston 4000 kilometrlik chegara. Hindiston bilan Jungoning chegarasiga Uyg'uristonning Kashmir yoki Oqsoychindan boshlab toki Tibetning Arano chalg'ichi bog'ichi deylik, bizning jo'grafiy savodimiz shunchalik orliq 4000 kilometrlik masofadagi chegara. Shunami? Mana shunday deyilyapti. Hozir mush chegara ichida Jungo Hindiston to'qinishini oxirlashtirdi. Chegara talash tortishini oxirlashtirdi. Askar chekindirishga boshladi. Shinem siz mush xabarlar ishini siz ham keldi-da bu, shunami? İşini siz nimişki tuyuqsuz yüzbedi. Hazır Xitayning to'g'ri bettirma. Tuyuqsuz bu ahvol o'tirg'i chiqdi degan savol bilan muhokama qilyapti bu ishni vatandosh. Xabarga qarang. Navbat ikki taraf talash tortish bo'layotgan chegaradan askar chekindirish kelishimi imzolagandan keyin Jungo Hindiston askarlari 25-kuni kelishimni amaliylashtirib, eng oxirgi ishki joydagi surkilish nuqtasidan chekindi. Reuters Hindistonda ismini oshkorlashni xohlamaydigan bir nafar amaldorning so'zidan naql keltirib, bunday ko'rsatdi vatandosh. Jungo Hindiston ikki davlat armiyalari bosqichlarga bo'linib, ikki tarafning eng oxirgi surkilish nuqtasi Himalaya tog'larining g'arbiy qismi, Hindistonning shimoliy qismidagi Ladakh va Ladakhning sharqiy qismidagi Dapsang, shundaqla Demchok qatarlıq joylardan chekinib, tirkishish holatini oyoqlashtirdi. Hindiston armiya taraf xabarda bunday ko'rsatdi. Harbiy qismlarni chekindirish 22-kuni boshlanib, 29-kun davomlashadi. Demak, 7 kun ichida nimanchi tez o'rinlashtirdi. Uning 7 kun ketmaganda, balki 7 oy ketganda. O'rinlashtirish 7 oy ketgan chegara qismlarini 7 kun ichida chekindirish nimanchi tez? Savol qo'ying vatandosh. Hindiston armiyasi g'arb tarafga chekindi, Jungo armiyasi sharq tarafga chekindi. Telefonda aloqali shundaqla Hindiston taraf mushu chegaraga avatgan armiyaning qo'mondoni har kuni atdiganda Jungo tarafga dokolat qilish kerak. Nimani chekindingmi? O'zining chekinganligini aytdi-da, Jungoning chekinganligini so'rashdi qiladi. Bu Jungo armiyasi chegarada chekingandan keyin Hindiston taraf armiya qo'mondoni shu Jungo armiyasi chekingan rayonlarni ko'zdan kechirdi. Kelishim shunday kelishim ki vatandosh, ko'rdingizmi? Mushtarak tasavvuringizni bir sinab bakın, bu ish nima ishga bog'liq bo'lishi mumkin degan nuqta tasavvuringizni bir sinab bakın vatandosh. O'zingiz sinab bakın. Endi alayli javomat chekinib bo'lgandan keyin shu joylardan tekshirib amaliyalashtirdi. Hindiston armiyasi tekshirib amaliyalashtirdi. Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Linjan. İki bayonotchi biri Mavning xonim, yana birisi Linjan. Bu Şinjan ishlab chiqarish qurilish Bing tumanida. Mustamlika Uyg'uristonda turgan odam Linjan. 25-kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida askar chekindirish xabarlarini dalillab bunday ko'rsatdi. Askar chekindirish xabarlarini dalillab bunday ko'rsatdi. Jungo Hindiston yaqindan beri chegaraga munosabatlik masalalarda kelishim hal qilish loyihasiga asoslanib, ikki tarafning oldingi saftiki harbiy va dal hozir
alakadar hizmetler, şu harbiylerle münasebetlik alakadar hizmetlerini kanat yaydırdı. Armiya tarafı devletten armiya münasebetleri barda keldileri. Tilpin o razvedka ki ahvali, çekindiriş ahvali Hindistan tarafından kandak, Cungo tarafından kandak. Muş ciddi hizmetlerini hazır kanat yaydırdı. Hizmetlerinin elip verilişi ve gün tertibini hazır canlandırdı. Çekindiriş talepleri canlandırdı. Maşırından aytqanda men sizin tasavvurunuzu kaldırdım vatandaş bu neme iş? Xitay torbetleri dedi intayın tuzgu, tuyuksuzgu dedi. Eğer siz bunu tasavvur kılman deseniz 7. ayının 13. günü Amerika Qo'shma Shtatları prezidenti Joe Biden Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish qonuniga imzo qo'ydi. Resmi qonun aylandi. 6. ayının 18. günü Amerika Qo'shma Shtatları Devlet Meclisi Michael McConnell ve sabık palata başlığı Nancy Pelosi hanım Dharamsalani Hindistan'ın şimali ziyaret kıldı. 6. ayının 19. günü Amerika Qo'shma Shtatları'nın Devlet Meclisi'nin vekiller ümigini Hindistan'ın veziri Modi kabul kılıp bularla görüştü, fikirleşti. Bütün azalarını birini kaldırmayın. Kendiniz mi? Şu vasıda Michael McConnell olan palata Taşkı Münasebetler Komiteti reisi Michael McConnell ne mi dedi? Küllerinin biri de Dalai Lama vatanga qaytdı. Bir cümle isinizde bolsun cuma. Aşındak bir cümle isinizde bolsun. Nancy Pelosi hanım Dharamsalada notuk sözlügen nem dedi. Siyasetimiz özgerdi. Dünyanın siyaseti özgerdi. Demek 50 yıllık, 60 yıllık, 40 yıllık bütkül Dalai Lama ve Tibet faaliyetini koysunuz. Muşu yıllardaki Tibet'e Dalai Lama'ga qaratqan pozisiyalarımızın xilmi-xilliği ve onun jaryanlaşqanlığı yoki hal qilish jarayoniga kirganligi, kirmaganligi yoki qo'l tutqanligi, qo'l tutmaganligi, endi oxirida bu qonun loyihasining ma'qullanganligi to'g'ri bettirdi. Buning yozilgan inkoslarni men sizlarga yetkazdim. Ya'ni Jungo Kompartiyasining Tibetdagi hukmronligi oxirlashdi. Bilaman? Men sizlarga shuni yetkazdim. Esinglarda bo'lsin vatanda. Endi siz bugun shu voqealardan qaytib kelib, bu oldimizda o'tib ketgan 6. oydagi voqealardan qaytib kelib, bugun siz Hindiston bilan Jungoning kelishim imzolab, Hindiston Jungo chegarasi 4000 kilometr uzunlik yaqin masofadagi tirkishish, surkilish, qarshilashish, to'qinish mavjud bo'lgan rayonlardan hammasidan Hindiston tarafga chekinish, Hindiston armiyasi. Jungo tarafga chekinish, Jungo armiyasi. Muşu devrige geldi. Muşu iş bugün becerildi. 22. günüden başlap. 29. bugün 26 mı yani 3 gün bat tamamlandı. Hoş. Bunun kayında neymiş 101'de vatandaş? Ben siz gene koşuyumcu tahlil kılıp bireyim. 9'un var. 10. ayının 22. günü. Jungo, Cumhur Halk Cumhuriyeti Cemaat Xavfsizligi Ministerligining ministeri Wang Shaohong Ürümçide ziyaretde buldu. Del şu günün aldı kaynıda Dünya İslam Hamkarlık Teşkilatı'nın kellivaşları Ürümçide hazır oldu. Nime kıymeti var, nime avvarçılık Xitay şu etkanda. Xitay, biz bulan tanıyımız bu sellivaşlarının kim ekenligini bilimiz. Onun siyaset yolunun Uygur'a qaratqan siyasi yo'qligini bilimiz. Nima avargılı bulanı beka Ürümçiga kelib undaq sözültüp, bundaq sözültüp. Üzəngini avar qılırsa, andan Uygurlarını azad qılırsa Xitay. Biz üçün buların hiç qanday qimmeti yo'q. Uygur üçün bu Arapların hiç qanday qimmeti yo'q. Faqat qo'limizda Qur'on va Arab tilida o'qiymiz xolos. Şimdi ama onun canı 22. günü İslami sellivaşlar Ürümçide peyda oldu. Şunun aldık yayında ne oldu? Halkara muhbirlar klubu yani. Akbaratçılar yığını Ürümçide içildi. Şimdi ama vatandaş, muşlarının hemisi zaten nemini çendirip durdu.
Şunu pekkan kıssat doğrusu sözleptimiz Wang Xiaohong. Üyege beripti, neme depti degan sual tug'iladi. Yoki kıssat doğrusu sözleydi, yoki dollar doğrusu bu tabii. Lekin ishning ma'nosi, uning keyindik ish, u boshqa ish vatandosh. Tushundingizmi? U boshqa ish. Shuning uchun u ko'krab Urumchiga yetib bordi. Mana bu ishning natijasini bugun ko'rdik. Dal 22-kungi kuni Wang Xiaohong Urumchida faoliyat qilayotgani Saqchi ministri, dal 22-kungi kuni Hindiston bilan Jungo chegaradan askar chekindirish. Mana shunday ishlar. Tasavvurlar tashlanglar vatandoshlar. Bugun sal uzun bo'lib ketdi, shunga uzunroq so'zlanib ketdi. Shunga to'xtab qoldim. Kechiringlar meni.